Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celal Suyuti rahmetullahi aleyhine Haripler Tarihi namlı kitabı dersimizin devamında Me'munlikki hayatı bilen tanışıp çıkvatımız. Şundakla Me'munlikki şu şiiriyet ilmi bilen kondak alakası bağıdaydı. Umar ettin Uqayl yaki aqildir rivayet kılınışça Bana İbn Abi Hafsa diye şair mundaq dep bergen. Qarmamsa yak bilemse bu Ma'mun degan bu şiirni bilmeydi desem dedim ben. Onundan başka kim şiirni biliyor demse dedim. Az burayı xuda biz şiirning beşini deklamatsiya qilib deb boğuchi oxirini bizden burun tushirib bo'ladi o. Anglamasdilar dedi. Ve şu vaqtdan qo'shib onunla men bir şiirini deklamatsiya qilib shu şiirni nihoyat yaxshi bayon qilib o'tgandim. O qarsam bir midirlab qo'yganda ko'mdim uni deb odam mundaq debdi. Shuni qarta ham bu she'rni bilmaydi deb javob qilgan bo'lsa kerak. O she'r bo'lsa mana mavi she'rni angla deb shu she'rni o'qib beribdi. Bu she'r asli odamning shu hayajon, qaynoq hissiyatni qo'zg'aydi ta'sir qilgan vaqtida. Yani bu Ma'munning ta'sirini qo'zg'ayanmag'achqa shu she'rning ma'nosini bilimiz kerak deb yomon tushunib qolgan. Bu she'rniki mazmuni mundaq. Hidoyatning imomi Ma'mun din bilan mashg'ul. Kishilar dunyo bilan mashg'ul bo'lsa degan she'r ekan. Bu Ma'munni maqtagan she'r. Bu maqtab hamda o'tkazayotgan she'r ekanda bu. Men uning dedim mashirni o'qidim desa, oshirib o'tibsa, uni shu masjidning mihrobida qo'ldan tasvir tushmaydigan bir qari odamga o'xshatib qolsa, endi dunyoning ishini elib borgan odam bu dunyoni tarafdan cho'g'iltayotgan odam nada bu dunyoda mashg'ul bo'lgan shu bo'lsin. Tag'an Valid haqida degan tovanlik she'r demamsa dedi. Shu Umayylarning Validni maqtab deganda hozirgi shoirningki tog'isi. Validni maqtagan she'r mundaq degan. Dunyodami nasibisini yo'qotmaydigan, dindimi o'ziniki nasibisini yaroq qilmaydigan deb maqtagan. Yani din ve dünyanın işkili qo'lda tang elib maqtaganda Validni maqtalgan she'r. Yani manda maqtamamsa maqtagan ekan deb shunaq degan edi dedi. Ma'munning hamda adabiyotni bilmaydigan, adabiyotda nasibisi yo'q odamni Alloh sat qilsin, ko'rimsiz qilsin degan so'z haqida İbn Asakir tinaqtada bizga Abul Aziz ibn Kadish, bu kishiga Muhammad ibn Husayn, bu kishiga Muaf ibn Zakariya, bu kishiga Mahmud ibn Muhammad ibn Mahmud ibn Abi al-Azhar al-Khuzai, bu kishiga Zubayr ibn Bakkar, bu kishiga Nazir ibn Shumayl so'zlab berib mundaq degan edi. Ma'munning qishiga bir qatim kirdim dedi Marvada, Marva hozirgi Turkmanistonda. Shu vaqtida uchamda nihoyat ko'rimsiz, cherib ketgan kona bir kiyim bor. Ma dediki Nazir Padişah xalifning qishiga mushtaq kiyim bilan kiramsa deb shunaq dedi. Dedim men podshohim Marvaning issiqi bak yomon. Shuning uchun mushtarak kiyinib mushtarak uslub bilan yashagan yaxshi. Deganiga yo'q, lekin sen bu yerda bir xil zoidlik, tark dunyolik qilsa deb shuni bilan biz boshqa so'zlar bilan so'zlashib paranglashgan edik deb. Hamda Ma'mun mundaq degan Bana Uşaym ibn Beşir Mucalid'in, Şa'bidin, İbn Abbas'tin, Abdullah ibn Abbas'tin de rivayet kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunaqdaydı. Bir adam, bir ayol kişini, şu ayolning din etiqadini ve onun güzellikini qo'llashib to'y qilgan bo'lsa, bu adam şu orqali kambag'allikdan şu adamga bu bir xil to'lam, ya'ni yo'qsizlikni chandolmaydi degan dedi. Men aytdim dedim, rivoyat qilgan kishi. Xalifamning shu O'shaymdan degan so'z to'g'ri rost. Bana Avfil Arabi Hasandan rivoyat qilib, Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunaq degan. Bir odam bir ayol bilan to'y qilib, u ayolning go'zalligi va din e'tiqodini deb to'y qilgan bo'lsa, bu odam cho'qim yo'qsizlik bilinmaydi deb shunaq degan edi dedi. Ma'mun yo'linib o'tgan shu vaqtida darhol yo'langan odamda tuz o'tirib dediki, as-sadat degan nazr bu xato bu so'z debdi. Dedim men, müşahede bu xatolik bizning emas,
Həşimning rivoyat qilgan xatosi. Chunki bu işte so'zda bunda xato rivoyat qilib qo'ydi so'zni dedi. Bunaqasi farq nima desam, as-sadat ma'nosi bir yo'lda to'g'ri mang'anni ko'rsatadi. As-sidat bo'lsa, ma'lum bir yetildigan chek, chegara yoki erishildigan narsa degan bo'ldi. Har qanday narsani biz to'sa olsak, erisha olsak, u sidat bo'ladi dedi. Bu yerda endi kambag'allikdan to'san yo'li degan gap, ya'ni kambag'allik bilinmaydi degan mazmunda. Sadat ma'nosi ayrim, sidat ma'nosi ayrim. Shuningdan Xalib dedi, arablar ashim bilanmi desam, ha, biladi albatta. Masalan, bu Osman ibn Affonning bolalaridan Arji degan bola shoir shundoq degan. Ular meni zoya qilib ketdi. Qandaq bir bola yigitni zoya qilib etsa, shu kishilar yoki ota-onasi degandek, yoki yomon bir kun sababidan va yoki ma'lum bir ehtiyojni qamdash, ma'lum to'salg'ular tufaylidan shuning istiqbolini zoya qilibdi degan. Müşahede hem de sidat kelimesini işletken. Ben birden beçin sangıltıp durup gitip, edebiyat bilmegen edemni Allah sert körümsüz kılıversin dep, andın, nezir, bana şiir deklamasiya kıla degen dedi. Araplarning en yalgan bir şiirine, adamın aklına puçuduğun bir yalgan bir şiirden birine degene kana. Dedim ben, İbn Beyz degen şairinin Hakem ibn Mervan hakkında degan şiirini deklamasiya qilib chiqdi. Bu şiir bunda. Bu şiirning mazmunida "Menga deysan, ko'zlar uxlayotgan vaqtida bizga bir kun tug'izib bergan, o'rin bo'shatib bergan yoki bir ish qilib bergan. Sen men unda qilolmayman. Qaysi bir yuzlarni izlasang deydi. Uningga sen qaysi bir yuzga telpin eydisan, fakat hakem gilam telpin eleyse, hakemli var demekçi. Kaçan bir hacipni, yani işki vakıfçı diyor, vezir demekçi de. O ayvan sarayla bir hacipni, işki vakıfçını tikilip tuğan bolsa, mana İbn Bayaz işkinin aldı külüp durvatı da. Ben bir qarz aldım dedi sen hakkında. Bir kipilni izlep, şu kipil bulap. Heyhat dedi, yirak. Men kirsem bana benim qarzimni bergin. Bu demekçi bo'g'ini hamda shu bana mukofot bergan. Demekçi bu şiir orqali o'ziniki bir kepildan pul elib, shu ishonch qilib shu qaytara olayman deb kelganligini davron solgan bir şiir ekan bu. Demek bu şiirning nihoyatda bak rangvaz şiir ekanligiga kelib chiqib turdi bundan. Uch qashqari podshoni maqtash, aldash, hergizmi qarz elib kelib podshodan mukofot talab qilgan ish bo'lmaydi odatda. Bu orqali hamda yonchiqni to'mtaytish maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Ma'mun yani shundoq dedi, "Menga mush arablarniki she'ridan eng insofliq she'rdan birini so'z deklamasiya qilib bergan debdi. Men İbn Arubat al-Madinining tuvandek she'rini o'qib berdim. Bu she'rning mazmuni men dedi, agar mening tog'amning bolasi koydigan, to'la odamga deshik ishlaydigan bo'lsa-mu, uning og'zidan, atrofidan atamji qistab turmaydi, yoki qistab yiqilishib turmaydigan bo'lsa kerak. Onun bana payda yetkizisi o benim bir galbem, nusratim. Emniyette bu adam osman zemin aralığında yirak bolsun o deydi. Ben onun sır esrarını qoğdayman, asrayman. Bana şu sırlarını deydiği vaqtida şu içine devilish uchun deydi. Hem de hadisler kelib onunki mal çaruvlarını yo'qotib qilgan bo'lsa, bizningki to'g'ri bo'lgan qarashimiz uningki shu bir narsa unmaydigan zaminlarga tiklandi yoki yaqinlashdi degan mazmunda. Agar ism bilan bir uloqqa minish uchun chaqalsa, bir ig'ir bir markabga demakchi, ma'pat degandek tas bo'lgan. Ben onunla bunda
dümbulab o'tirib birma dedi. Agar navoda o'zchilar bir yo'ldan chiqqan bo'lsa, oqisi nima o'chirilgandi deb qarab yurmayman dedi. Agar chiroyli go'zal kiyim kiysa, voy kashka, oshning o'xshash mening bir kiyimim bo'lgan demayman dedi. Hamda bu she'rniki umum mazmuni hamda shu mehr muhabbat, hasadxo'rlikdan, o'chmanlikdan, uning bilan masalan bo'ytalishish qatorliq nachar illatlardan o'zini yiroq tutganligi ta'kidlangan urug' tuqqanlar orasida. Yani texnik tafsilotni bilish uchun hamda bu shariat qomuslariga murojaat qilishni o'tinamiz. Shuningdek Ma'mun yana so'rabdi-da, undaqda arablarning eng qanoatlik bir she'rini menga dekilmas yaqib debdi. İbn Abdal degan shoirning tuvandek she'rini dekilmas yaqib berdi. Bu she'rning mazmuni bunda. Men bo'lsam shunday bir insonki, Allah tarafdan berilgan edib, yani davomli edeb qoidasini o'rgatma, adabiyot o'rgatma demoqchi-da. Bir diyorda turma, navoda shu diyorda huzurlik his qilsam, amaliyotda oyga chaqqan bir musofir loji bo'lsammi, do'stning do'stligini buzmayman deydi. Agar u bir yoqqa ketsa, uning ishlariga men ko'z solmayman. Ya ko'zimni olaytmayman ufqiga. Mardoni talab qilgan rizqni shuningga men izlab, shuning qanoat qilaman. O'zlikimdan shu rizqni go'zal ravishda rizqni izlayman degan mazmunda hamda qanoatli holatda rizqimni tep yeyishga urdaman demoqchi. Men shunday his qilib yetdim. Esil mardoni yigit degan bir ishlarni qiziqtirsang ishlarga, uning qiziqadigan. Qul degan bir yuqoriga o'ylashni xohlamaydigan. O sana bir narsa bermaydi, faqat qo'rqsa, endish qilganlar sana bera oladi. Yani bu yerda mardona odam bilan qulluq hissiyotdagi, qulluq psixologiyadagi odamning farqini da'vatı bu she'rda. Yani nimaga o'xshaydi deganda, bunda qullar yomon, nachar bir eshakli va davxo, faqat bir ishni yaxshi qilolmaydigan yoki yaxshi ma'nolmaydigan, o'zi ma'noladigan, o'zi qiladigan. Men dunyoda eng yaxshi aloqa, bog'lanish faqat dinkan deb his qilib yetdim. Nurg'un mansablarni, shon sharaflarni sinab baqdim. Ba'zi holatda o'zi medirlamay, jim turadigan odamlar, ya bir to'giga minib boqmagan, yoki bir karvonga ilinishib boqmagan odamlar rizqdor, mulkdor bo'lib ketadi. Ba'zida oylab safar qiladigan, doim kunlari safar karvon bilan o'tadigan, uloqliq, otliq odamlar rizqdan mahrum qoladi. Dedi-da, degandan Ma'mun, "Hey, yaxshi qilding nazir" deb bir xotirni olib, bilmayman nima yozdi. Ondan keyin dediki, "Qanday deysa, bu masalan, turab kelimasidan af'al vaznini qanday deymiz? Atrib debdi. Hamda tin kelimasidan cho'lsa tin debdi. Hamda undaqda yezilgan vaqtda nima deymiz? Faqat nima bo'lsa, mutrabun matin, ya'ni loyiq to'pa degan bo'ladi-da. Degandek ma'vo birinchisi ham yaxshi ekan deb 50 ming dirham yuzbadi dedi. Hamda demakchi bo'lg'ini bu yerda Ma'mun adabiyotga, she'riyat ilmiga to'liq ahamiyat berganligi, uning ustiga yuqoridagi she'rlarning mazmunini nihoyatda to'liq tushunganligi ko'rinib turibdi bu yerda. Shuningdek ki meni Fazl ibn Sahlning qishig'i opirishga buyurdi xizmatchisini. Vazirimda moliya 11 ga mas'ul. Uning bilan o'tdim, qishig' bordimda, birga yurdim. Shuni bilan birga minib bu xatni o'qidi-da, dedi-ki, "Nazir, sen bir Amirul Mu'mininga sen xato bir so'zni deb biribsan-ku. Arab tilida bir xatolashibsan-ku" debdi. Dedim, "Men yo unday emas, lekin Hashim Amirul Mu'minin sen xatolashtiribsan-ku, o'qigan she'rini sen xato o'qildi debsan-ku" debdi. "Yo'q, bunday emas. Hashim rivoyat qilgan.
Haşim xatolashquchi edi dedi. So'zni xato, lug'atni xato so'zlab bergan edi. Amirul Mu'minin shu xato so'zni esi tutib olibdi. Desem sonra bana yeniden 30 man qo'shib berdi dedi. Uyamga 80 man elib qaytib keldim dedi. Demek bu Abbasiylarniki xalifelerinin ko'pinchisi buni shoirlarga, adabiyotchilarga omroq bularni ko'p tortiqlaydi ekan. Ammo Abu Ja'far al-Mansur unday emas.